Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining 47. növbetlik yig'inining içiliş murasimida söz qilgan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Али Komissari Michel Bachelet dunyoning nurg'un joylarida kishilik huquqning chekinganligiga diqqat qildi. Bachelet so'zida Xitoydagi Uyg'urlarning ahvoli haqida naq maydonda tekshirish elib berish uchun Sharqi Turkistonga berishni xohlaydiganligini e'lon qildi. Michel Bachelet Şərqi Türkistanni bu yılның axırı ziyarət qilishni, rayondagi ağır kişilik təfsəndiciligiga oid xəbərlərni haqiqiy ravishda tekshirishga yo'l qo'yilishini umid qiladiganligini bildirdi. Bachelet Xitoy doiralari bilan bu masala to'g'risida kelishim hosil qilishni umid qiladiganligini aytdi. Xalqaro kechirim tashkiloti oldin qatda e'lon qilgan dokladida Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratilgan sistemalik zo'ravonligiga diqqat qilib, sistemalik keng ko'lamda tutib turish, qiynash qatorliq insoniyatga qarshi elib berilgan jinoyatlarga kiradigan qilmishlarni sodir qilganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Pakistan Baş Ministri İmran bir taratquning ziyoratini qabul qilganda o'zining Xitoyda musulmon Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsirlichiligidan xabarsiz ekanligini aytdi. Uning "Men Uyg'ur masalasini anglab baxmadim, mening bilimim yo'q" degan so'zlari taratqularda tanqidlandi. Pul muomala vaqtgiyasining muxbiri Stefani Finlay İmran bilan suhbatlashdi. Ziyoratda Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsirlichiligimi o'tirg'a qo'yildi. İmran Xitoy hukumati tarafidan jazo lagerlarida tutib turilayotgan musulmon Uyg'urlar haqidagi savolga "Bu haqda bir narsa bilmayman va hech narsa anglab baxmadim" deb javob berdi. Xitay Tayvanga 2.500.000 korona vaksinasini i'ona qilgan Amerikadan Xitoyning ichki ishlariga aralashmasligi yoki siyosiy kontrol qilish urinishida bo'lmasligini talab qildi. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Jolijan kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning siyosiy kontrol qilishiga urinmasligi va Xitoyning ichki ishlariga aralashmasligi kerakligini aytdi. Amerika Tayvanga 2.500.000 korona vaksinasini i'ona qilganligini e'lon qilgan bo'lib, bu vaksinalar bir to'shig'ichi aeroplan bilan Tayvanga elib kelingan. Janubiy Xitoy Attiganlik pochtasi gazetining xabariga qaraganda, Yaponiyaning davlat mudofaa ministri Kishinobu Yevropa parlamenti bexatarlik va mudofaa komitetiga qilgan so'zida o'zlarining bexatarlik va mudofaa hamkorligini davomlashtirish va taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini qayta ta'kidlagan. U so'zida Yaponiya bilan Yevropaning Xitoyga qarshi harakat qilishi kerakligini o'tirib qo'ygan va Yevropaning Hindi-tىنچ okeanda texnik kuchlik harbiy mavjudligini saqlashini talab qilgan. Xitoyning Janubiy dengizidagi talash tortish bo'layotgan rayonlarning hozirgi holatini bir taraflama o'zgartirishga urinayotganligini o'tirg'a qo'ygan Kishinobu, Beyjingning bu harakatlari bilan rayonda qonunli huquqiga ega taraflarning manfaatiga daxl taruz qilsa bo'lmaydi degan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi va Afg'onistonda turishliq bosh elchixonasi 20-iyun tuyuqsiz askartish uqtirishi tarqitib, barliq Xitoy fuqarolarini Afg'onistondan tezlikda ayrilishga chaqirgan. Elchixona tarqatgan ogohlantirish uchurida Xitoy fuqarolari va tashkilotlarining terrorlik va zo'ravonlik harakatlarining ko'payish ehtimolligiga diqqat qilishni talab qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Bu yil Afg'onistonda to'qinishlar ko'p yuz berdi, terrorlik harakatlari ko'paydi. Davlatning bexatarlik sharoiti kun sari og'irlashmoqda va murakkablashmoqda. Fuqarolarimiz texmo ehtiyotchan bo'lishi va bu davlatdan jiddiy ayrilishi kerak. Bayonotda kun sari kuchayotgan zo'ravonlik harakatlarining Amerika boshchiligidagi chet el kuchlarining tuyuqsiz chegaradan chekinib chiqishi bilan munosabatli ekanligi ta'kidlangan va vaziyatning aniq emasligini ko'rsatgan.